Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugungi kunimiz 6-iyul, hafta kuniga dushanba. Silos o'rimlar boshlandi. Mana shu ko'rib turgan siloslaring 600 so'mdan baho chiqardi. Lekin xaridorlar o'tdacha. Dumbili ham ja pishib yorgan yo'q. Begona o'ti yo'q. Ko'rib tursizlar, yagvar turibdi. Xaridor yo'qligidan bemalol turibdi. Mashinalar ham mana yuklab qo'ygan. To'q bozor qilib turibdi. Xaridor yo'q. Nima gelsalaring bu silosda bor-ku, ja zo'rbas. Mana sizlarga, mana. Odam yeydigan darajada bo'lgan. Lekin bir tomoni begona o'tni o'zi yo'q. Shuning uchun endi narxini qimmat qilib qo'yib qo'ydi. Biz ham kelib olganimiz yo'q. Mana endi shuncha yerdan mashi shuncha sotilgan xolos. Silos turibdi. Birodarlar, lekin mana shu silos 400 so'mdan bo'lsa, xaridori chaqqon bo'ladi. O'zi aslida 400 so'mlik silos. Endi dehqon mehnat qilganman dedi. Shuning uchun 600 so'mdan baho qo'yib qo'ygan. Opa, ochib ko'ramiz mana. Odam yeydigan darajada bo'lgan. Bo'ylari nihoyatda zo'r. Ozgina qimmat. Xudo xolasa kuzatib borsalaring, kunda qana narx bo'lyapti. Bittadan chiqarib boraveramiz. Sizlardan bittadan like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni bildiringlar-da. Hali negativlar ko'payib ketmasin. Nimaga? Chunki yer ichida narxni shunday aytib boraveramiz biz. Sotilgan yo'q, mana yagvar turibdi. Kelgan xaridor ko'rib, to'q bozor qilib, olgan olyapti, olgan yo'q. Variant olganlar ham bor. Kam bo'yincha mana bemalol zerik qolgan, pashsha qoraya o'tiribdi. Aka, xaridor bormi yo'qmi? Xaridor yo'q-a? Joningiz sog' olsin, kam bo'yincha zerik qolgan. Kam bo'yin yagvar lekin bor-ku. Yagvarlar ham turibdi mana u otda. Shu aytmoqchi mana qimmatligidan turibdi mashinalar. Jicha arzon qilsa ketadi aka. Silos zagonga ketadi. Tarsamasdan ishlar bilan olyapsizmi, tuzimsiz, qalaysiz? Qaytdansiz? Bog'doddan. Qanchadan urasizlar gektarni? Gektar sherlardan ya. Kopura mahalasi. Ha. Unchalik pishmabdi, o'tdacha bo'libdi silos ham. Lekin qimmat aytyapti. Yagvar yetib yorma yagvar lekin. Zerk qopsiz aka. Cho'g'roq qilsa to'g'rimi silosda? Ha, aka mana turaverib zerikdi. Cho'g'roq bo'lsa ketadi. Lekin dehqonchilik ham oson, suv qiyin bo'lyapti. Shuncha mana bunday ko'ringlarda vashshi dehqonga ham qiyin, vashshi dahshat o'rilgan. Bu yagvarning eng zo'ri nimaga yagvar zo'r? O'zi mashinadan hamcha balandroq o'rish kerak aka. Dorilar bor-ku, masjidda qolib ketadi. Masjidda. Mashinlar qattiq o'zi. Shuncha ko'pchilik biladi, yagvarda o'rdiradi. Bir do'riyapsizmi? Necha do'riyapsiz? Nimasi? Birinchi skor do'riyapsizmi? Yagvarda 3 ta skori bor-da endi. Ikkitami bunda? Tegirmon qo'shilgan yo'q. Bunga qo'shib bo'lmaydi-da. Chaylik ketadi. Kuzdaga qo'shiladi. Kuzdaga qo'shiladi. Bu pishganda qo'shsa bo'laveradi. Lekin bir sotasi liney borda. 2 hafta turganda mana pishib qolarda zo'r bo'lib. Fermerga pul zarlagan sotaman deyapti, lekin xaridorlar yo'q. Mashinalar yuklab olib turibdi, vaqt olinyapti. Men ham kelib naqd eshitib tom ketib qoladi deb olganim yo'q. Mashinamni ichkariga olib kirgim ham kelmadi, birodarlar. O'zlaringiz fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddamiz. Tan joylaring sog' olsin. Like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar.